Assalomu alaykum. Bugun yana Toshkent telekanalida Toshkentda podkast ko'rsatuvida siz bilan diydorlashib turibmiz. Qadrli muxlis, bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni psixolog Alisher Nosirov bo'ladilar. Alisher aka, studiyamizga xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz umuman mana shu oilalarimizda psixologga murojaat qilish qanchalik to'g'ri. Masalan, er-xotin munosabatlarida yoki ajrim holatlarida umuman psixolog ya'ni tavsiyalari, psixolog ko'rgazmalari muhimmi yoki salbiy oqibatlarga ham keltirib chiqadigan joylari bormi? Unga keyinroq. Xo'p, assalomu alaykum. Avvalambor ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun kattakon rahmat. Haqiqatan ham hozirgi kunda eng dolzarb muammolardan bittasi bu, ya'ni oilaviy munosabatlar bo'lyapti. Oilaviy munosabatlarda ko'p tushunmovchiliklar, bir-birini tushunmaslik, qadrlamaslik, ishonch yo'qolganligi sababli rashq, xiyonat va uni qanchalik bolalarga ta'sir qilayotgani, oila a'zolariga qanchalik ta'sir qilayotgani hozirgi kunda juda katta dolzarb muammolardan bittasi hisoblanib kelyapti. Xo'p, psixologga murojaat qilishligi albatta to'g'ri bo'ladi, sababi o'zaro munosabatlarda, ikki kishi munosabatlarda ularda har xil sabablarga ko'ra emotsional yonib ketish holati bo'ladi. Agar inson qanaqadir bir kuchli bir hissiyotga berilsa, u hissiyotlar asosida munosabat qilishni boshlaydi. Agar ishonchsizlik bo'lsa, er-xotin o'rtasida, ularni ishonchsizligi hattoki haqiqatni gapirganda ham u ishonchsizdek bo'lib ko'rinaveradi. Ishonmaydi bir-biriga. Haqiqatga ham nima deydi, shubha bilan qarash boshlanadi. Shuning uchun bunaqa holatlarda albatta psixolog bo'lgani yaxshi, chunki psixolog u hech kimga bog'liq emas. Mustaqil odam, o'zini fikri bor, o'zini bilimlari bor va o'sha bilimlariga tayangan holda u to'g'ri yo'nalish berishi mumkin er-xotin munosabatlariga. Undan tashqari ko'p holatlarda er-xotin munosabatlari taqaladigan holatlar bu ko'pincha o'zini oilasidagi, bolaligidagi qolmagan ehtiyojlari asosida erga teggandan keyin, uylangandan keyin, oila qurgandan keyin o'sha ehtiyojlarni qondirish maqsadida ham yashashi mumkin. Misol uchun ayol kishi deylik, bolaligidan oilasida ota-onasi himoya qilmagan. Umuman himoya qilmagan. Na moddiy, na ma'naviy, na jismoniy. Ya'ni e'tiborsiz bo'lishgan. Albatta bu qiz katta bo'lgandan keyin e'tiborsizlik va himoyasizlik bo'lganda ehtiyoji paydo bo'ladi shu narsalarga. Chunki kutadi hayoti davomida kimnidir himoya qilishini, kimdir bu haqida bekor urushyapsan degan so'zlarni ishlatishini bolaligidan kutib katta bo'ladi. Lekin afsuski ota-ona yoki yaqinlari himoya qilmaydi. Erga teggandan keyin albatta uni himoyani o'ta me'yoridan ortiq himoyani eridan kutishni boshlaydi. Tushundingizmi? Ya'ni biza bolaligimizda qolmagan birlamchi ehtiyojlarimizni quliga aylanamiz. Katta bo'lib. Shuni inobatga olish kerak. Xuddiki u ayolga e'tibor yetishmayotgandek bo'lishi mumkin. Xuddiki o'sha e'tibor yetishmaganligi sababli himoya qilinmayotgandek tuyulishi mumkin. Albatta bu kurash hisoblanadi. Har qanaqa qondirilmagan ehtiyoj keyinchalik nevrozga olib keladi. U nevroz bo'lsa, albatta o'zi nevrotik odamlar o'ziga nisbatan kritik munosabatda bo'lgan odamlarga intiladi. Nima sababdan? Ularni shu kritik munosabatidan chiqarib, rahmdil, mehribon va muhabbatli qilishga intiladi. Kurash boshlanadi. Tushundingizmi? O'sha himoya qilinmadimi? O'sha himoyasi uchun kurash boshlanadi uyda. Siz meni himoya qilmaysiz. Siz menga e'tibor bermaysiz.
umuman mana onangiz urishdili nohaq yoki dadangiz adolatsiz menga tuhmat qildilar. O'shaqa paytlarda siz meni yonimda turmaysiz deb pretenziyalar boshlanadi. Bu bitta misol himoyasida. Tushunyapsizmi? E'tirozlar. Xuddi shunga o'xshab erkak kishida ham qadrsizlik ehtiyoji. U qadrlash ehtiyoji ham bolalikdan kuchli ehtiyojlardan bittasi hisoblanadi. Chunki qadrlash bu eng nima deydi? Insonni o'zini, menini saqlab qolishga yordam beradi. Qadrlangan farzand muhabbatni ham his qiladi. Sababi mana o'zingiz onasiz, u bu joyda shirin taom yedingiz, albatta o'sha shirin taomni farzandlarimga ham olib boraman deysiz. Bu degani farzandingizni qadrlayapsiz degani. Xuddi shunaqa kiyim olganda ham har qanaqa holatda, misol uchun kechki taomga yig'ilindi. Bir kishi yetmayapti. Oila a'zolaringizni. Shoshmay turinglar. Shu farzandimni kutaylik, kelsin, o'tirsin. O'rni bor-da, chunki oilada o'rni bor. Shu o'rni yo'qolib qolsa, qadrsizlik paydo bo'ladi. Endi u erkak kishi katta bo'lyapti. Qadrsizlik bilan uyda ehtiyoji yuqori. Uni birinchi avvalambor maktabidan qidiradi, qadrni. O'qituvchilar ichida qidiradi, o'rtoqlari ichida qidiradi. Keyinchalik bu kattaroq oliy o'quv yurtiga kiradigan bo'lsa, institutda qidirishni boshlaydi. Qadrni, o'zini o'rnini topgisi keladi jamiyatda. Uyda panoh topmagan, qadr ko'rmagan farzand uydan qochishga harakat qiladi. U o'rganishga aylanadi. Sistematichni bu narsa davom ettirsa, uylangandan so'ng ham bu narsa to'xtab qolmaydi o'zidan o'zi. Ko'p holatlarda bizning o'zbeklarda nima bor? Bu hozir ko'chada yuribdi, bu ichyapti, bu chakyapti, boshqa qizlar bilan gaplashyapti. Uylantirsak o'zini bosadi va uyim joyim deb vohli uyga kelishni boshlaydi deb ayoli orqali uni uyga tortishadi. Lekin afsuski bunaqa holatlarda ona uyga torta olmagan, ayol torta olaydimi? Uylantirsam, ya'ni uyga bog'lanadi deb o'ylashadi. Lekin afsuski unaqa bo'lmaydi. To'g'ri, qanchadir vaqt boshida albatta shunaqa yashaydi. Keyinchalik baribir u ko'chaga intilaveradi. Natijada uy munosabatlarida, oila munosabatlarida tushunmovchiliklar va parokandalik, ajrashishlarga olib kelishi mumkin. Bu men ikkita ehtiyojni misol qilib keltirdim. Juda ko'p, 15 ta ehtiyoji bor. Qondirilishi kerak bo'lgan bolani. Agar o'sha ehtiyojlar bolaligidan qondirilib kelmasa ota-ona tarafdan, bu ehtiyojlar nimaga qondirilishi kerak? Bu avvalambor insonni o'zini, menini anglashiga bolaligidan. Ya'ni mana shu farzandlarimizni yoshligidan oilaga tarbiyalashimiz kerak demoqchisiz, to'g'rimi? Albatta oilaga tarbiyalashimiz kerak. Uni eng zo'r o'rniga albatta ota-onaning o'zi. Agar ota-ona o'zaro munosabati yaxshi bo'lgan bo'lsa, hech ham bir-birligiga sovuqqonlik qilishmagan bo'lsa, tushunishgan bo'lsa, albatta u ayol qiz bola bo'lsin, o'g'il bola bo'lsin, katta bo'lguncha shu muhitda katta bo'lgan bo'lsa, o'zini oilasini ham xuddi shu muhitga o'xshab yaratgisi keladi. Agar muhitida sovuq munosabatlar bo'lgan bo'lsa, bir-biri bilan chiqishmagan bo'lsa, tez-tez uyda ota-onasi janjal qilgan bo'lsa, bu avvalambor bolaning ichida qo'rquv paydo qilishiga sabab bo'ladi. Va trigger degan so'zni eshitgandirsiz. Onasini gap qaytarganlari, dadasiga gap qaytarganlari ichida og'ir kechgan bo'lsa, bolada keyinchalik ayoli ham gap qaytarsa yoki to'g'ri o'zini fikrini aytsa ham uning uchun gap qaytargandek tuyulishni boshlaydi va urushishni boshlaydi. O'shaning uchun meni fikrimcha bilimli, tajribali psixologga borib, murojaat qilib, oiladagi muammolarni hal qilish va eng asosiysi bu muammolar sir saqlanib qolishi menimcha har bitta oilani saqlanib qolishiga asosiy sabab bo'lishi mumkin. Menda shunaqa bir suhbatdoshim bo'lgan, Alisher aka. Ayolim dedi,
shu oilamizda hech ko'ngli to'lmadi. Keyin shu sotsial tarmoqlar orqali kuzatib bordimda, dedi ayolimni, dedi mana shu psixologga jo'natdim. Ya'ni yana ham baxtli oila bo'laylik deb, yana ham ko'proq nima deydi, mustahkam oila bo'laylik deb. Lekin mana shu psixologlarga borish davomida psixolog uni man ya'ni yaxshi oila boshlig'i emasligimni va biz ajralishimiz muhim ekanligini unga ya'ni singdirgan ongiga va biz ajralib ketdik. Hozirda men oila qurdim, lekin endi ayolim oilani qaytarmoqchi. Bunday holatlarga nima deysiz? Chunki hozir juda ham nima deydi, qo'sh tirnoq ichida bo'lgan psixologlarimiz ham psixologlar ham ko'payib ketgan. To'g'ri, to'g'ri aytyapsiz. Bunaqa holatlarda albatta u psixolog bilimini o'qiganligi, qattiq o'qiganligi, necha yildan beri ishlayotganligi, ya'ni demoqchisizki, keysini tekshirish kerak. Ya'ni tanlovda adashmaslik kerak. Jo'natishdan oldin har bir psixolog baribir o'sha ijtimoiy tarmoqlarda fikrlarini bildiradi. Gapiradi o'zini, dunyoqarashini ko'rsatib beradi. Undan tashqari so'zlari bilan qanchalik oila tarafdorligini ko'rsatib beradi. Qanchalik muammoni hal qilish imkoniyatlari borligini ko'rsatib, gapirib, tushuntirib o'tadi. Shularga e'tibor berish kerak. Agar ko'r-ko'rona psixologlar bor ekan, psixologlarga murojaat qilish kerak, muammoyimni hal qiladi deb faqat ayolni o'zini jo'natsa, chunki oila bir kishidan iborat emas. Oila bu avvalambor er xotindan boshlanadi. Er xotinlar orasida muammolar kelib chiqyaptimi, ajrashish xohlamayaptimi? Avvalambor erkak kishi nafaqat ayolni jo'natish kerak, balki birgalashib ishtirok etish kerak. Men ko'p holatda er xotin kelishadi, birgalashib suhbatlashamiz, muammolarni eshitaman. Avvalambor hayotida nima bo'layotganini eniga o'rganaman. Kenglikka o'rganaman. Keyin muammoni negizi nimadaligini bilganimdan so'ng oila boshi har doim, ayniqsa O'zbekistonda bizning mentalitetimizdan kelib chiqib, oila boshi erkak kishi va erkak kishi bo'lgani yaxshi oila boshi. Shuning uchun erkak kishidan boshlayman. Erkak kishi bilan suhbat boshlanadi. Ayoldan tashqari erkak bilan o'zi gaplashish jarayoni ketadi. Keyin ayoliga o'tiladi. Erkak kishi o'zini kamchiliklarini, muammolarini, ruhiy travmalaridan qutulgandan so'ng keyin ayoliga o'tiladi. Chunki ayolida ochiq ko'rinishni boshlaydi kamchiliklar. Uni erkak kishi analiz qilishni boshlaydi. Shu paytgacha qilinmagan analizlar, tahlillar psixolog bilan ishlagandan so'ng tahliliy jarayonga ketadi. Ayolning kamchiliklari oydin ko'rinishni boshlaydi. Shunaqa paytda ayolni taklif qilamiz keyin ayoli bilan ishlash jarayoni bo'ladi. Undan so'ng ayoli bilan ishlab bo'lingandan keyin er xotin bir-birligi bilan gaplashadi. Va ko'p holatlarda oilani saqlab qolishga imkoniyat ham yaratiladi, ochiladi. Ya'ni har bir insonni o'zini aksini xuddi oynaga o'xshab o'ziga ko'rsataman. Kamchiliklari, o'zidagi ichidagi qo'rquvlari, aybdorlik hissi va hokazo qonmagan ehtiyojlarni o'zi bilan ishlash jarayonida psixoterapiya yo'li bilan davolab, o'sha ruhiyatida agar misol uchun erkak kishi jizzaki bo'ladigan bo'lsa, o'sha jizzakilikni yo'qotaman. Undan tashqari ko'p holatlarda oilalarda bir-birligini tushunmaslik holati. Nimadan kelib chiqishi mumkin? Tushunmovchilik. Tashqaridan qarasangiz juda yaxshi. O'rnak bo'ladigan oila. Bir-biri bilan inoq, toparmon tutarmon, erkak ham, ayol ham moddiy tarafdan ehtiyoji yo'q. Lekin tushunmovchiliklar ko'p. Shunaqa holatlarda yana bitta yo'nalish bor psixologiyada, buni NLP yo'nalishi deyiladi. Bu NLP yo'nalishida insonni asosiy qabul qilish organi o'rganiladi. Ya'ni bizda 5 ta qabul qilish organimiz bor. Ko'z orqali, quloq orqali, teri orqali
hid va ta'm orqali 5 ta. O'sha hammada asosiysi bo'ladi qabul qilish organi. Misol ko'p holatlarda jurnalistlarda, siyosatchilarda ma'lumotni quloq orqali qabul qilish juda kuchli bo'ladi va ma'lumotni yetkazib berishadi. Agar quloq orqali ma'lumotni qabul qilib va eshitadigan, gapiradigan odamlarda ularni bilan suhbatlashganda yumshoq ovoz bilan, ohang bilan suhbatlashish kerak. Har qanaqa reski ton, har qanaqa qattiq gapirilgan gap ayolni qo'rqitib yuborishi mumkin. Agar u quloq orqali ma'lumotni qabul qiladigan bo'lsa. Eri bo'lsa, o'sha vaqtda o'zida tana orqali ma'lumotni yaxshi qabul, действиялар, harakatlar orqali ma'lumotni qabul qiladigan erkak bo'lishi mumkin. Unga gap so'z shart emas. Uni didididlar uni qiziqtirmaydi. Uni ohangi o'ziga ma'qul. U o'rgangan shu ohangga. Lekin ayoli ko'tara olmaydi u ohangni gaplashganda. Shuning uchun suhbat uzoqqa davom etmaydi. Keyin ko'p holatlarda sinonim so'zlar bor. Agar ayoli quloq orqali ma'lumotni yaxshi qabul qiladigan bo'lsa, u ko'proq eshitdim, gapirdi, u bunaqa dedi degan so'zlarni iboralarni ishlatadi. Tana orqali, harakatlar orqali ma'lumotni qabul qiladigan odam u ko'proq bordim, keldim, o'tirdim, turdim, issiq ekan, sovuq ekan deydi. Ya'ni ko'z bor. Ko'z orqali ma'lumotni qabul qiladiganlar ularga tushuntirganda imkoniyat darajasida so'zlarni, iboralarni rang-baranglikda, go'zallikda ko'rinish bilan bog'liq bo'ladigan yoki tushuntirganda albatta fotoni ko'rsatgan holda tushuntirish kerak yoki videoni ko'rsatgan holda tushuntirsa ma'lumotni yaxshiroq oladi, qabul qiladi. To'g'ri, hamma organlarimiz ma'lumotni qabul qiladi. Lekin qaror qabul qilish kelganda asosiy organ orqali qarorni qabul qiladi. Qarorlar bo'ladi-yu, biz hayotimizda har doim qaror qabul qilamiz. Alisher aka, nimaga masalan hozirgi mana shu zamon shunchalik tez rivojlanib kelayotganda oilalar mana shu psixologlarga ya'ni borishi yoki bir hattoki qaram oilalar borda, tinimsiz so'rasam, yo biz shunaqa psixologga boramiz yoki biz mana shu psixolog bilan har doim oilamiz ya'ni uzluksiz muloqotda degan, lekin ota bolalarimiz mana shu psixologlarsiz ham juda ham chiroyli baxtli hayot kechirishgan. Nimaga hozir mana shunaqa psixologga qaramlik zamonimi, nima deb tushunasiz buni? Xo'p, to'g'ri aytyapsiz. U paytda g'oya bo'lgan. Birovni haqqini yema, aldama, xiyonat qilma va shunga o'xshagan juda ko'p oilani qadri. Oila u vaqtlarda misol uchun eri ayoliga qo'l ko'tarib urib qo'ysa, ayoli xafa bo'lgandan uyiga ham borishdan qo'rqib, chunki uydagilari ham qabul qilmasligi mumkin. Qo'shnikiga chiqqan. Bitta kichkina misolchada tushuncha bo'lish uchun. Qo'shnikiga chiqqan, qo'shniga ichidagi dardlarni aytgan, erim meni uradi, so'kadi, boshqa narsa desa, u qo'shni ayol nima qilgan? Mayli siqilmang, egachi, tushuning, bizani ham oilada shunaqa bo'lib turadi, erkak kishilar o'zi shunaqa jizzaki, xafa bo'lmang, ko'nglingizga olmang deb bir-birligini bostirib, xotirjam qilib qo'yib, qanchadir vaqtdan keyin yana uyga chiqarib olgan. Yarashtirib qo'yishga intilishgan. Bu yerda ham psixologiya bor, ya'ni qo'shni inson ichidagi dardini aytyapti, qo'shni eshityapti, qabul qilib unga yordam, maslahat beryapti. Bu hammada sodir bo'lgani uchun va ajrashish juda bir xunuk holatligini tushuntirib qaytargan oilaga. Yana bitta omillardan bittasi moddiyga intilish juda oshib ketgan. Sir qolmadi jamiyatda. Hamma eskidan sir bo'lib kelgan, gapirilmagan pardani hammasi ochilib ketdi. Ochilgandan keyin ko'pchilik ayollar ham, erkaklar ham ko'ryaptiki, boshqacha variant ham bor-ku. Tanlov huquqimiz bor-ku. Gapirish huquqimiz bor-ku. Va ayollarni qadr-qimmati hozirgi kunda erkaklar bilan tenglashtirib qo'yilyapti.
bu yaxshi tarafga albatta. Bu hammasi yaxshi tarafga bo'layotgan narsalar. Va shuning uchun ham oldin qarindosh urug'qa etilib, aralashtirilgan bo'lsa, hozir oiladagi sirni sir saqlab, to'g'ridan to'g'ri psixologga murojaat qilish to'g'ri yo'l deb qabul qilinyapti. Chunki psixolog eng asosiy vazifalaridan bittasi bu sir saqlash, kafolatlash. Shuning uchun psixologlarga murojaat qilishyapti va hatto menda ham bor unaqalar travmalarni to'g'rilaydi, korreksiya qilib, hamma narsasini to'g'rilab bo'lgandan keyin bu yog'iga birga er-xotin tushunib bir-biri bilan yashashyapti. Lekin qaniydi agar oilani o'zi faqat er-xotindan iborat bo'lsa bizda qarindosh urug'chilik, oqibat, aka-uka, qaynota-qaynona rollari ham katta. Ularning ham ishtiroki bor. O'shunaqa holatlarda er-xotin kelib korreksiya qilish, ya'ni ruhiyatini to'g'rilash maqsadida murojaat qilishadi. Gohida uzoq davr davomida biznes yo'nalishi ham, ishini yaxshilashi, ichidagi qo'rqoqligi, o'zini ichki muammolarini davolashga ham kelishadi. Alisher aka, esa qiziq bir er-xotin suhbatiga guvoh bo'lib qoldimda. Er aytayaptiki ayoliga, ishla, nega o'tiribsan, sen ham pul top deyapti-da. Ayol aytayaptiki, yo'q, siz erkaksiz, siz meni boqishingiz kerak. Nimaga endi? Demak, biz teng bo'lsak, baravar ishlashimiz kerak, baravar pul topishimiz kerak degan maqsadda shunaqa buni bir kulgi bilan tushuntirib berishdi-da o'zlaridagi muloqotni, lekin tagida achchiq haqiqat bor-da. Haqiqat. Achchiq haqiqat shundan iboratki, mas'uliyat degan narsa bor. Bizi erkak kishimizni, bizani ham kuchimizni, fikrlashimizni, yoshligimizdan pul topishga bo'lgan intilish, tarbiyamizda shu narsalar ko'proq bizda shakllangan. Va bizi diqqatimizni bir narsani boshladikmi, o'shanga diqqatimizni to'liq qarata olamiz. Ayol kishi avvalambor bolaligidan agar oladigan bo'lsak, kelinlikka ko'p holatlarda yoki oilani onasi sifatida tarbiya ko'rib katta bo'ladi. O'shunaqa holatlarda u ayol kishi uchun ko'chaga chiqib pul topish bu mafhum, tushunarsiz. Chunki u o'rganmagan bolalikdan. Dabdurustdan eri agar bo'ldi, mana sen shunaqa gender tenglikni xohlayapsanmi, ishla deyaptimi, to'g'ri u boshida nimaga tushib qoladi? Nima derdi? Yo'qotib qo'yadi o'zini. Topmaguncha vaqt kerak. Shunaqa payt erkak kishi xudbinlik qilmasdan, egoistlik qilmasdan ayolini qo'llab-quvvatlab, o'sha o'zini o'rnini topmaguncha qo'llab-quvvatlab, to'g'rilab yordam berib yuborish kerak. Ayol kishining yana vazifalaridan bittasi uyga kelgandan keyin avvalambor farzandlarni dunyoga keltirish. Har bitta farzandni 9 oy homilada olib yurish, uni dunyoga keltirish o'zi bitta katta stress hisoblanadi. Uni dunyoga keltirgandan keyin parvarishlash jarayoni bor. Kechalari uxlamaslik. Bilasizmi, ayollar o'zi super nyanya vazifasini ona sifatida bajaradi. To'g'rimi? Agar siz o'zingizga o'xshagan super nanyani topsangiz, siz unga qancha oylik to'layrdingiz degan savol tug'iladi. Onadan farqi yo'q bo'lgan, mehribon, rahmdil, onadagi kuyinadigan unaqasi bo'lmaydi. Faqat har bir ona o'zini farzandi uchun shunaqa kuyinishi mumkin. Lekin shunaqa darajadagi ayolni topib, uni uyda farzandlarga qarab turadigan qilib qoldiradigan bo'lsangiz, siz albatta u bir erkak kishi topadigan oylikni to'lashingizga to'g'ri kelishi mumkin, agar undan ko'p bo'lmasa. Bu yerda ko'proq ayollarni hurmati, qadri, ularni e'zozlash kerakligi, ularni onaligi avvalambor. Shularni tahqirlash kerak emas, himoya qilish kerak, hurmatini joyiga qo'yish. Shunda yaxshi bo'ladi. Bir-birini anglay olmayotgan oilalarda mana shu psixologga borish imkoniyati yo'q. Chunki shart-sharoit, ayniqsa yangi oilalarda hali ularda moddiy moddiy holat ham zo'r bo'lmaydi, lekin bilamizki, mana shunaqa vaqtlarda oilani saqlash uchun
o'ziga nimalarga amal qilishligi kerak, nimalar qilishligi kerak? Avvalambor bilim saviyasini oshirish kerak. Bilim ko'p holatlarda har qanaqa muammoni kaliti hisoblanadi. Bilimni oshirishning har xil yo'li bor. Kimdirlar bor, ma'lumotni yaxshi podkast, mana hozir biz suhbatlashyapmiz YouTube orqali. Juda ko'p ma'lumotlar bor. Eshitish, ko'rish orqali yoki Oilalarga tavsiyalar, aynan. Kitob o'qish orqali ma'lumotni yig'ish mumkin. O'zi oila qadriyatiga bog'liq bo'lgan juda ko'p endi yaxshi kitoblar chiqqan hozirgi kunda. Ham diniy, ham dunyoviy tushuntirishlik etilgan u yerda. Shularni agar misol uchun hisobga oladigan bo'lsa va xotin o'rtasidagi munosabatlar yaxshilanishi uchun empatiya degan tushunchasi bor. Agar ichidan empat bo'lsa, altruist bo'lsa, ya'ni ko'proq o'zim uchun emas, yonimdagi mehribon, qadrli ayolim uchun yoki erim uchun deb intilish bo'lsagina, ya'ni bir yoqadan bosh chiqarsagina, shunda qanaqadir natijalarga erishsa bo'ladi. Bilimni kitoblardan olsa bo'ladi. Juda ko'p yaxshi kitoblar. Men misol uchun men ham asosiy bilimimni kitoblardan olganman va shundan kelib chiqib xotin o'rtasidagi muammolarga tushuncha kirita olaman. Xuddi shunaqa o'zini ustidan ishlash kerak. O'zini ustida ishlash kerak odam. Bu puli yo'q degani bo'ldi degani emas, qilib yotibdi. Hozir men misol uchun kitob magaziniga kirsam, u kitob turibdi 500 ming turibdi u kitob. Lekin men shuni saytdan tekinga ham o'zim uchun skachat qilib olishim mumkin-ku. Albatta. To'g'rimi? Men shuni qilaman ham. Hammada internet bor. Internet bor. Ma'lumot uchun yetarli nima bor? Mavzular bor. Alisher aka, tashrifingiz uchun rahmat. Albatta har bitta oila mustahkam bo'lsin. Farzandlarimiz mana shunaqa chiroyli oilalarda unib o'ssinlar. Tashrifingiz uchun rahmat. Qadrli muxlis, taklif va istaklaringiz bo'lsa, Telegram raqamlarimizga yo'llashingiz mumkin. Yana Toshkent telekanali Toshkentda podkast ko'rsatuvida ko'rishguncha omon bo'ling.